Seni kaptida ko'tarib yurmasa qurisin, chunki seni boshida ko'tarib yuradigan dadang bor. Xo'p, dadasi bolaringiz yozgan tillarni o'qidingizmi? Qani katta o'g'limga yangi yilga iPhone 17, kichkinasiga PlayStation 5, hali moshinda arendasini yo'q ham yo'q. Shuncha bo'ldi, qayda olaman? Voy, muncha dudvoy qilasiz. Hali men tilagim o'qiganingiz yo'q-ku. Sen tilaging nima? Yangi mashina. Voy malades, meni bozorga olib chiqib sotinglar bo'lmasa, hamma. Dadajon, hali men tilaklarim o'qimadingiz-ku. Ha, tilla qizim, siz nima yozdingiz? Brilliant o'zakka tilla sepochkami? Men dadajonim har doim sog' bo'lsin, sochlarimni silab qo'ysin, yuzlarga kirsin deb yozdim dadajon. Ay jonim qizim, hamma sevgi bir taraf, qizni otasiga bo'lgan sevgisi bir taraf bo'lar ekan. Asal qizimni 10 ta o'g'ilga ham almashmayman deganlar bitta like bosib qo'yamiz. 3, 2, 1. Ava va mo'jiza. Ava bilan orzularingizga birga erishing.